Ko'pchilik so'rayotgan o'rik daraxtini sizlarga yoshlikdan tarbiya berishni ko'rsatamiz. 2 yoshli o'rikni oldida turibmiz, do'stlar. O'rik asosiy Vanderkot o'rigi 3da hosil oladi. Biz 3ga agar hosil qo'ysak, mana shu daraxtlar bunday osilib, xuddi mana shu holatda sinadi. Shuning uchun shoxlarni kalta qilib qaytaraveramiz, do'stlar. Va mana mayda shoxlarni qalamdan yog'onni mevaga qo'yib qo'yamiz. Mana ko'ryapsiz. Bu ichiga qarab o'sganini olib tashlaymiz. Tepasidan tik-tik mevaga qo'yib turib, mana kesib olamiz. Mana oshiqcha shu. Xuddi mana shu holatda mana uchiga shoxlarni qaytarib qo'yaveramiz. Yoshligini hisobiga katta bo'lgandan keyin qaytarilmaydi. Xuddi mana shu holatda kesilaveradi. Mana bu daraxtlarni ham ko'rsatib qo'yinglar. Mana shunaqa xizmatlar O'zbekiston bo'ylab kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa satkaydamiz hozir. Telefon nomerlar 98 775 98 00. Sog' bo'linglar.